571-yilning Robbil avval oyi. Makka Allohning nurlari bilan yana bir bor yorishdi va yer yuziga oxirgi zamon payg'ambari bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar. Va yer yuzida u kecha g'ayrioddiy ishlar bo'la boshladi. Bugungi videomizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunida yer yuzida bo'lgan g'ayrioddiy voqealarni sahih manbalar asosida ko'rib chiqamiz. Avvalambor payg'ambarimizni tug'ilishlari haqida ozroq ma'lumot bersam. Hammamizga ma'lumki, har bir musulmon payg'ambarimizni milodiy 571-yilning Robbil avval oyining 12-kuni deb bilishadi. Yokida fil voqeasi bo'lgan yilda ham tug'ilgan deyishadi. Lekin bularning hech biri sahih manba asosida emas. Sahih manbaga ko'ra payg'ambarimiz dushanba kuni tug'ilgandir. Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimizdan dushanba kuni ro'za tutishlari haqida so'raldi. U zot shunday dedilar: "Bu kun men tug'ilgan va menga vahiy yuborilgan kundir." Bu yerda dushanba kuni deyilmoqda. Qaysi yil yoki qaysi oyning dushanba kuni u haqida aniq sahih manba yo'qdir. Biz uchun esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qaysi yilda yoki qaysi oyda tug'ilganligi emas, balkim Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambarimizni yer yuziga yuborilganligidir. Chunki payg'ambarimiz tug'ilishi bir insonning tug'ilishi emas edi. Bu butun insoniyat uchun rahmat bo'lgan payg'ambarning kelishi edi. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday deyilgan: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alloh subhanahu va taolo u zot orqali insonlarga rahmat, nur va najot yubordi. U zot bizlarga Allohning jannatiga qanday kirishni, jahannamdan esa qanday qutulishni va Allohga qanday ibodat qilishimizni o'rgatgan zotdir. Endi esa u zotning tug'ilishi bilan yer yuzida bo'lgan g'ayrioddiy voqealar haqida gaplashsak. Fors imperatori Kisro Anshirvon saroyi qattiq titradi. 14 ta ustuni qulab tushdi. Bu Fors imperiyasining 14-hukmdoridan keyin qulashidan darak edi. Majusiylarni, ya'ni otashparastlarni tomonidan 1000 yildan beri o'chirmasdan kelayotgan olovi o'z-o'zidan o'chishi. Bu shirk va kufr ustiga zulmat tushganini bildirardi. Suriya yaqinidagi Sova nomli ko'l to'satdan quridi. Tongda insonlar ko'lga qarashganda u ko'lni suvi quriganligini ko'rishdi. Bu esa eski dinlarni, ya'ni Allohdan boshqaga ibodat qilinayotgan dinlarning va zulmat davrining tugayotganligidan darak edi. Yahudiy manbalarida yozilgan so'nggi payg'ambar yulduzini chiqqanini ko'rgan Yahudiy olimi. U shunday degan edi: "Bu kecha bu ummatning oxirgi payg'ambari tug'ildi. Uning yulduzi chiqqanini ko'rdim" deydi. Ularning kitobida payg'ambarimiz haqida va u zotning kelishining alomatlari mavjud, lekin ular u zotni inkor qilishdi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yahudiy bo'lmaganligi uchun u zotni tan olishmadi. O'zlarini farzandlarini taniganda payg'ambarimizni taniganlar, lekin baribir inkor qilishgan. Shom hozirgi Suriyadagi yirik bir butxona ichidagi haykal quladi va u yerdagi insonlar dahshatga tushdilar. Tug'ilgan paytda osmondan yulduzlar yog'ildi. Arablar yulduzlar yog'ilishini
va osmondagi o'zgarishlarni sezgan edilar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, u kechasi shaytonlar osmon eshiklariga yaqinlasha olmay qoldilar. Bu esa vahiy davri boshlanishidan darak edi. Zamzam qudug'i o'z-o'zidan qaynab, odatdagidan ko'proq suv chiqarganligi. Bu ham payg'ambarimiz tug'ilgan kecha ro'y bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dunyoga zulmat ichra nur bo'lib keldi. U zot bizga Qur'onni emas, yo'lni olib keldi. U zot kelishi bilan osmonlar larzaga keldi. Yerda butlar quladi. Bu Allohning bizga bergan eng katta ne'mati edi. Sizga savol: biz bu ne'matni tanidikmi? Payg'ambarimizni tanish Allohga yaqinlashishdir. Payg'ambarimizni unutish esa inson o'zligini va dinini unutishdir. So'zim yakunini esa Imom G'azzolining so'zi bilan yakunlayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini, amalini va axloqini bilmagan odam u zotga ergasha olmaydi. Ergashmagan kishi esa to'liq musulmon bo'lmaydi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llaridan yurishni va u zot qoldirgan ilmni o'rganib, hayotimizga tatbiq qilish har birimizga nasib qilsin.